Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hoji onalarimiz, hoji akalarimiz bilan birgalikda mana bugun ulug' kunda tahajjud namozlariga, bomdod namozlarida ado qilgan mana harami sharifga birgalikda mana hammamiz ketyapmiz. Alloh taolo o'zi qiladigan ibodatlarimizni, duolarimizni Alloh taolo o'zi ijobat qilsin. Mana hojilarimiz hammalari mana avtobuslarga chiqishyapti. Alloh taolo hammaga nasib qilsin, shu ulug' joylarga kelib tahajjud namozlarida, bomdod namozlarida, juma namozlarida o'qishlikni Alloh taolo hamma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana akalarimiz bilan birgalikda mana harami sharifga mana tahajjud namozi o'qigani, bomdod namozi o'qigani mana hoji akalarimiz bilan birgalikda kelyapmiz. Hoji aka, Alloh taolo ulug' kunga yetkazlar. Ulug' kunda tahajjud namozi o'qishlikda hammamiz ham amin. Niyatlarimizga yetkazsin ilohim. Amin. Amin. Niyatlarimizga yetkazsin, oson qilsin. Amin. O'zi ya Alloh, Rabbim Hamma kelsin hoji aka. hamma kelsin, hamma kelsin. Hamma kelsin shu yerlarga. Kelib juma namozlarida Juma namozlarida o'qishlikni nasib qilsin. Amin. Amin. Akalarimiz bilan mana ota-onalarimiz bilan birgalikda mana hammalari mana kelishyapti mana. Bomdod namozi o'qigani, tahajjud namozi o'qigani mana hammalari birgalikda kelishyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana ota-onamiz, onalarimiz bilan birgalikda Afg'oniston yurishmoqda. Tahajjud namozlarida, bomdod namozlarida mana birgalikda kelyapti mana hammalari birgalikda mana tahajjud namozlarida, bomdod namozlarida, harami sharifda mana kelyapmiz. Mana hoji onamiz ham birgalikda. Hammalaring kelinglar, hammalaring ziyoratga kelinglar. Hoji onamiz amin. Mana hammalarini duo qilib hoji ona mana chaqirib Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Ulug' kunda, aziz kunda qilgan duolarini ijobat qilsin. Hammalaringni mana ulug' joylarga, aziz joylarga kelib ibodat qilishlikda, ziyorat qilishlikda Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Mana hoji onamiz, mana hoji akam birgalikda, mana hoji akalarimiz bilan birgalikda tahajjud namozi. Hammaga muborak bo'lsin. Amin. Hamma ishlar go'zal kelsin, shularga muborak bo'lsin. Daimimiz muborak bo'lsin. Amin. Barcha kelganlar Amin. kelganlar qayta kelsin. Alloh Amin. Alloh rahmat. Jam kamera bugün çanta odamın şimdi şuma kadar aslında orada dedim. Kenze kameram kesine hamma. Ne bir sözde kapıcı ona kardeş. La afkeleli gerçekten. Bugün meram şimdi. Ana. İle niyet şunlara. Amin. Allahu ekber bana. Allah taala nasip kılsın bana. Birgalikda hammalari cuma namozlarida, tahajjud namozlarida o'qib chiqishyapti. Alloh taolo hammalarini qilgan duolarini ijobat qilsin. Barcha mo'min musulmonlarni mana bu joylarga Alloh taolo o'zi chaqirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana harami sharifda hoji akalarimiz bilan birga mana tahajjud namozlarida o'qib, mana bomdod namozlariga soat istagi mana svetlarini yoqdi. 1 minut oldin mana shu soat svetlari azonga yoqadi mana. Hozir yoqdi. Azon chaqiryapti. Akbar. 5:24 azon chaqiryapti. Allahu akbar. Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana jakalarimiz, hoji onalarimiz bilan birgalikda mana tahajjud namozlarida, bomdod namozlarida mana Haram-i Sharifda o'qilsa hamma amin. Amin. Hammaga nasib qilsin, hoji ona hamma. Amin. 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 Alloh mana hoji onamiz ulug' kunda, aziz kunda duo qilishdi. Hammalarini mana chaqirib duo qilishdi. Alloh taolo ijobat qilsin. Duolarni ijobat qilsin. Mana Shamoro Glabar mehmonxonamiz mana hojilarimiz bilan tahajjud namozlariga, bomdod namozlariga borib keldik. Mana endi juma namoziga tayyorgarlik mana hojilarimiz bilan birgalikda. Alloh taolo hammalarini ulug' joylarga kelib juma namozi o'qishlikda hammalaringga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.